Namozning bosh miyaga foydali ta'siri yana bir bor isbotlandi. Ibodat inson miyasining faoliyatiga ijobiy ta'sir etishi isbotlandi. Bu haqiqatni AQShdagi Thomas Jefferson universiteti professori Andrew Newbergning tadqiqotlari natijasida e'lon qildi. Olim inson xotirasi bilan bog'liq muammolari bo'lgan yosh keksa insonlarni o'zining ilmiy tadqiqotlarida ishtirok etishga taklif etdi. 8 hafta davomida har kuni tadqiqot ishtirokchilari ibodat qilishdi. Professor Newberg esa ularning miyasini MRT uskunasi yordamida o'rganib bordi. Namoz o'qish davomida inson miyasi o'zgacha tarzda ishlay boshlagan. Ibodat vaqtida inson miyasining so'zlashi uchun mo'ljallangan peshona qismining faollashuvi kuzatilgan. Namoz vaqtida miyaning faol mashg'ulotga kirishish jarayoni yuz beradi va neyron bog'lanishlarning soni ortadi. Bu faollashuv esa davolovchi samaraga egaligi hamda xotiraning tiklanishi va inson organizmining stressdan tezda xalos bo'lishi kuzatilgan. Bu xulosaga Floridadagi onkologiya tadqiqot markazi olimlari ham kelishgan. Shifokorlar ibodatgo'y insonning organizmi kasalliklarni oson yengishi va tibbiy muolajadan keyin yaxshiroq tiklanishini aniqlashgan. Bundan tashqari, ibodat qilmaydiganlar tushkunlikka tez tushishlari va davolash jarayonida holatlari yomonlashishi aniqlangan. Ushbu tadqiqotlarda 40 mingdan ortiq bemorlar qatnashgan bo'lib, uning natijasida ibodatning davolovchi xususiyati isbotlangan.